أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz gayrimunsarif yani mala yansarif yoki el-memnu mine's-sarf degan babda to'xtalamiz. Endi mayli gayrimunsarif bo'lsin, mayli el-memnu mine's-sarf bo'lsin, bu nimani bildiradi deganda, yerga sarf degan so'z tanvin o'qilish, nullashish degan bo'ldi. El-ismul memnu mine's-sarf tanvin o'qilishdan cheklanadigan ismlar degan ma'noda bo'ladi. Endi isim tanvin o'qilishdan cheklanadigan isim, tanvin o'qilishdan cheklanmaydigan isim deb bu ikki bo'linadi. Buni ism munsarif, ism g'ayrimunsarif deb ayiramiz. Bu vaqtda musannif rahimahulloh baytni mundaq deb boshlaydi. السرب تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنه. Sarf degan isim u orqali asli holatda qolib qolganligini, harf va pilga o'xshamaganligini bildiradigan bir ma'noni bayon qilib kelguvchi tanvindir. Yani sarf degan nima ekan? Sarf degan bir tanvin, bir nullashish bo'lib, bu tanvin keladi, bir ma'noni bayon qilib kelguvchi keladi. Shu ma'no bilan ism amkan bo'ladi. Unda bo'lsa amkan, g'ayri amkan, mutamakkin, amkan, mutamakkin, g'ayri amkan, g'ayri mutamakkin deb ismlar bir nechaga bo'linadi. Mishada yakunul ismu amkan degan nima degan bo'ldi desa, ism uning bilan asli holatida qolib qoladigan, harf va pilga o'xshamaydiganligini, asli holatda qolib qolganligini, harf va pilga o'xshamaganligini bildiradigan ma'noni bayon qilib kelgan bir tanvinni sarf deymiz dedik. Endi bu gapning 5dan biz kelgan vaqtimizda biz kitabımızdan 5'te isim mü'rab ve mebni buludu degan. İsim mü'rab buludu ve mebni buludu. Eğer isim mebni buluduğunu, endi mü'rab buluduğunu deb isim eğer harfga o'xshasa mebni buludu, harfga o'xshamasa mü'rab buludu. İsim harfga o'xshaganini mebni g'ayri mutamakkin deb ataymiz. Yani mebni g'ayri mutamakkin deb atirishimiz çünkü o ismiyet babida imkoniyat yok. Yani o isimlarning zir peşten ibaret hareketlerini qabul qilinmaslik orqali isim babida imkoniyat topolmag'achqa, shunlashqa bu g'ayri mutamakkin yani mebni deb atiladi. Bu harfga o'xshagan chog'da me'non keladi. Endi ism yoki harfga o'xshamag'uchi bo'ladi, uni biz mu'rab deymiz. Endi bu mu'rab ism qanday ism desa, la yushbi, harfga o'xshamagan. Endi bu harfga o'xshamagan bu ism mutamakkin, amkan, mutamakkin, g'ayri amkan deb ataladi. Agar bu harfga o'xshamagan ism mu'rab ism pilga o'xshasa, bu g'ayri amkin, mutamakkin, g'ayri amkan bo'ladi. Pilga o'xshamasa mutamakkin, amkan bo'ladi. Bu nima demakchi desa, mutamakkin, amkan ism mu'rab munsarif degan bo'ladi. Ism mutamakkin, amkan desak, mutamakkin degani mu'rab, amkan degani munsarif. Ya'ni ism asli holatda harfga o'xshamaslik ve pilga o'xshamaslik ismdagi aslilikdir shu. Endi biz o harfga qanday jihatda o'xshab qoldi deganda mabnining babida so'zlab bo'lgan. Endi ism mu'rab, mutamakkin, amkan, munsarif to'liq turiladigan asli ism, asli o'zining shu zibar pashni
qabul qila oladigan asli holatida qolib qolgan harf pillarga o'xshamaganni biz amkan dedik. Endi shu mu'rab ism mutamakkin amkan, mutamakkin g'ayri amkan degani qanday desa, ism mu'rab bo'lib mutamakkin g'ayri amkan deganimiz g'ayri munsirib degan bo'ladi. Ya'ni u mutamakkin, ya'ni mu'rab g'ayri amkan deganimiz pilga o'xshab qolgan degan bo'ladi. Pilga o'xshab qolgan, nimada pilga o'xshab qoladi deganda, pilmu kasri o'qilmaganga o'xshash, bu ismlarmi oshkora kasri o'qilmaydi. Masalan, Ahmad desak, ism g'ayri munsirib. Marartu bi Ahmada deymiz. Ashada Ahmad majrur bil fatha niyabatan anil kasra deganimizga o'xshash. Shuna cho'ng kelsak, ism mu'rab va mabni deb bir ayrildi. Mu'rab munsirib va g'ayri munsirib deb ayrildi demakchi biz. Mu'rabni g'ayri mutamakkin, nima? Mabnini g'ayri mutamakkin deb atadik, mu'rabni mutamakkin deb atadik. Endi mu'rab munsirib va g'ayri munsirib deb bilinsa, mu'rab munsiribni mutamakkini amkan deb atadik. Mu'rab g'ayri munsirib bo'lganni uni mutamakkin g'ayri amkan deb atadik. Shu mishalki ma'nan bihi yakunu al-ismu amkana degani amkana ay baqiya ala asli va lam yushbi harfan va la fi'la degan ma'noda. Asli holati bilan qolib qolgan, harf pilga o'xshamaganligini bildiradigan ma'noni bayon qilib kelgan tanunni sarf deb ataymiz dedik. Shunga g'ayri munsirib degan nimaga o'tgan? Ismu g'ayri munsirib degan gap g'ayri munavvan degan bo'ldi. Ismun g'ayri munsirib. Ismun g'ayri munavvan. Ya'ni tanun o'qilmaydigan ism degan bo'ldi. Endi demak ism g'ayri munsirib bo'lishda endi odatda ismninki g'ayri munsirib bo'lish uchun bir necha sabablar keladi. G'ayri munsiribga bilinadigan ism cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Ya'ni bir illat bilan g'ayri munsirib bo'ladigan ism va ikki illat bilan g'ayri munsirib bo'ladigan ism. Endi bir illat bilan g'ayri munsirib bo'ladigan ism u qanday ism desa, iningda alif maqsura kelgan, alif maqsura lit ta'nis yoki alif maqsura lil ilhaq kelgan bo'lsa, yoki alif mamduda kelgan bo'lsa, yoki ism siyg'a muntahal jumu shaklida kelgan bo'lsa, bu chaqda bu ism bir illat bilan g'ayri munsirib bo'lgan ism bo'ldi. Siyg'a muntahal jumu degan tafsil chiqdi oxirida. Endi ism ikki illat bilan g'ayri munsirib bo'lgan ism, yine u o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Sifat bo'lib g'ayri munsirib bo'lgan ism va alam bo'lib g'ayri munsirib bo'lgan ism. Bir illati sifat, yana bir illati vazni fil va yoki ilfnun zaidatan yoki adli deganga o'xshash. Yine bir illati alam, yana bir illati uningki yet sababdan birisi kiradi. Ta'nis, ta'rib, ilfnun zaidatan, vazni fil deganimizdek bir necha illatlar orqali bo'ladi. Shunga endi demak ism 13 xil holatda g'ayri munsirib bo'ladi. Ismning umumiy g'ayri munsirib bo'lish holati 13 xil bo'ladi. Endi 13 xilninki 3-chi alif maqsura tepilsa, alif maqsura, alif mamduda tepilsa yoki siyg'a muntahal jumu' bo'lsa, bu ism g'ayri munsirib bo'ladi. Bu 3. Endi ism u sifat bo'lib vazni fil af'alu vaznida kelgan bo'lsa, sifat bo'lib af'alu vaznida kelgan bo'lsa, af'alu fu'la vaznida kelgan bo'lsa, sifat bo'lib fa'la vaznida kelgan bo'lsa, sifat bo'lib ilfnun zaidatan bo'lgan bo'lsa, nima? Yoki fa'lan degan shu ilfnun zaidatan adli bo'lgan bo'lsa, masna surasiga o'xshash, mana bu g'ayri munsirib bo'ladi. Mana jami 6 bo'ldi. Endi 7 xil holati, ism umuman 7 xil holat alam bo'lib,
yetti xil holatning birida g'ayrimunsirif bo'ladi. Alam bo'ldi, ammo u alam bo'lib muannas bo'ladi. Alam bo'lib yoki uniki bir illatini adli bo'ladi. Alam bo'lib yoki ajam bo'ladi. Alam bo'lib yoki u ilibunun zaidatan bo'ladi. Degandek alam bo'lib yoki vazni pil bo'ladi. Mushunga o'xshagan umuman ism mush 13 xil holatda g'ayrimunsirif bo'ladi. Bu oxirida bir qatim xulosalanadi. Endi demak ism g'ayrimunsirif dedik. Endi ba'zi chaqlarda shu g'ayrimunsirif bo'lgan ismni ma'lum sababdan yine g'ayrimunsirif degan tanvin o'qilmaydi dedik. Ay tanvin o'qilmaydigan shu ismning o'zi ba'zi vaqtlarda tanvin o'qilib qoladi. Bu 3 xil sababning birisi bilan bo'ladi. Yoki zurriyat nuqtasidan tanvin o'qilmaydigan ism tanvin o'qiladi. Yoki u tanvin o'qilmaslikning illatining birisi alam bo'lgan chaqda alam bo'lmay nakira qilingan bo'lsa, u chaqda tanvin o'qiladi. Yoki u mushu munosabat, tanasub, baş oyoqqa moslashtirilish nuqtasidan shuning bilan u tanvin o'qiladigan ahvol bor. Endi musannif shu g'ayrimunsiriflarning nimalar bilan bo'lganligini hozir boshladi. Biz bayam biz umuman 13 dedik. 13 ning 3'i sifat ilifun zaidatan, sifat vazni pil, sifat adla. Bu 3. Bir illeti sifat olup qag'ama 3. 3'ü ilif maqsura lit-ta'nis, ilif mamduda lit-ta'nis, sigmuntahal cumu bo'ldi. Bu 6 oldu. Endi 7'si alam murakkabi imtizaci. Alam ilifunun zaidatan. Alam ta'nis. Alam ücmet. Alam vezni pil. Alam adli. Alam ziyadatu alifil ilhaq. Din ibaret 7. Umumi 13 xil holatda isim şu g'ayrimunsirif bo'ladi dedik. Ashunun birincisini musannif mundaq boshladi. Fa'alifut ta'nis mutlaqan mana sarfallazi havahu kayfama vaqa. Ta'nisning ilipi mutlaq holatda şu ta'nisning ilipini o'z ichiga olgan ismning munsirif bo'lishini, tanvin o'qilishini chekladi. Kayfama vaqa u ism qandoq kelishdan qat'iy nazar. Endi ta'nisning alifini o'z ichiga olgan ismning munsirif bo'lishini, tanvin o'qilishini ay ta'nisning alifi munsirif bo'lishini şekilde qandoq kirishdan qat'iy nazar debdi. Endi bu alifut mushu bir illat bilan g'ayrimunsirif bo'lgan ismlardan boshlandı gap. Bir illat bilan g'ayrimunsirif bo'lgan. Endi alifut ta'nis, bu yerga alifut ta'nisdan maqsad alifut ta'nis din maqsad alifi maqsura lit ta'nis alif mamduda lit ta'nis. Ular bu yerga alifut ta'nisdan alif maqsura ve alif mamduda ikisi maqsad qilingan bo'ladi. Endi mutlaq degan gapdan cho'risa, uningdan mayli u qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni u ta'nisning alifi mutlaq debdi. Mayli u alif musharik mutlaq degan so'zga qaraydigan bo'lsak, o qanday holatda kirishdan qat'iy nazar alif ta'nis maqsura bo'lsin yoki alif ta'nis mamduda bo'lsin demakchi. Alif ta'nisdan mutlaq degan gapdan alif ta'nis mamduda, alif ta'nis maqsura bo'lishdan qat'iy nazar ikkilisi o'z-o'ziga olgan shu alif ta'nis mamduda
inin içinde kelgan isim, alif ta'nis, maqsura kelgan isim g'ayrimunsirif bo'ladi. Qanday kirishdan qat'iy nazar? Qanday kirishdan qat'iy nazar deganimiz kaypamaca. Mayli u alam bo'lsin, mayli yoki g'ayri alam bo'lmasin, bu baribir demakchi. Mayli mufrat olsun, mayli cemi olsun demekçi. Endi alif-i maqsura degan nima andada? Alif-i maqsura alifun ta'ti fi nihayatil ismil mu'rab li tadulla ala ta'nisi. Alif-i maqsura degan mu'rab ismlarning oxirida shu ismning ayollik ekanligini bildirish uchun mu'rab ismning oxiriga keladigan alif. Alif-i memduda degan ço'rsa alif-i memduda mu ismning ayolliqligini bildirish uchun mu'rab ismning oxirida keladi. Uning oldida bir ziyoda ilib kelmaklik bilan birga asli alif-i maqsurani tashlab o'tishibdi boshqa alif-i memduda keladi. Masalan nakir olsun buludu, kaypima vaqa dedik, nakir kelsin bu da zikraga o'xshash, sahraga o'xshash. Zikra desek alif-i maqsur va, sahra desek alif-i memduda va. Mayli ma'rifa olsun Leyla, Zakariya, Necda deganga o'xshash. Mayli sifat olsun Hubla, Hamra deganga o'xshash. Mayli mufrat olsun masalan yoki bayon qilgan misollarga mufrat. Yoki jam'i kelsin masalan jarha. Bu g'ayrimunsirif chunki jarihunning ko'pligi jarha, asdiqa, atibba deganga o'xshash. Demek kaypima vaqa degan qandoq kelishdan nazar. Ma'rifa, nakira. Birlik, ko'plik deganga o'xshash. Qandoq sifat yoki ism bo'lishdan qat'iy nazar alif-i maqsura yoki alif-i mamduda kelgan ism shartsiz g'ayrimunsirif bo'ladi demakchi. Hamda üçüncüsü siği muntahal cumu g'ayrimunsirif bo'ladi. Umi bir illat bilan g'ayrimunsirif bo'lgan ism haqida to'xtalyapmiz hozir biz. Çünkü isim g'ayrimunsirif bo'lgan isim ikki qismga bo'lingan. Bir alomatning jihatidan g'ayrimunsirif bo'lgan isim ve ikki alomat orqali g'ayrimunsirif bo'lgan isim deb ikki qismga bo'lingan. Bir alomat orqali g'ayrimunsirif bo'lgan isim bo'yni o'z navbatida uch qismga bo'lingan. Alif-i maqsura, alif-i mamduda, siği muntahal jumu. Endi siği muntahal jumu kim chiqadi? Mafa'il yoki mafa'il yoki afa'il, fa'il degandek 7 vaznini ko'rsatib turadi. Bu xulosalasak jamut taksirining alifidan keyin ikki harf kelgan yoki jamut taksirining alifidan keyin 3 harf kelib 3 harfning o'rtadagi harf sakinlik bo'lgan jamut taksirini biz siği muntahal jumu deymiz. Siği muntahal jumu degan nima deydi desa, uning jami qilinishi voyaga yetib bo'ldi. Bu xil vazni endi ikkinchi bir qatim jami qilinmaydi degan bo'ldi. Buningdan chiqdi ism ikki qatim jami qilinadi. Masalan kalbun, aklub, akalib, naam, an'am, anaim deganga o'xshash. Masalan jamut taksirininki ilifidan keyin desak, masalan masjid desak, jamut taksiri shaklida jami qilmoqchi bo'lsak, masajid deb 3-harfi ilib bo'lgan, uningdan keyin ikki harf kelgan. Endi masabih desek, jamut taksirining ilib bo'lgan 3-harf jamut taksirining ilipi, uningki 3 harf kelgan, 3 harfning o'rtadagi harf sakin bo'lgan. Agar u jamut taksirining keyin 3 harf kelib, 3 ila harfning o'rtadagi harf sakin bo'lmasa, siği muntahal jumu bo'lmaydi. Talamizatun deganga o'xshash. Sayaqila deganga o'xshash. Andada navbatda biz ko'proq o'g'rimiz ikki g'ayrimunsirifning illatlaridan ikki illat, ikki alomat iningda tepilganligi uchun tanvin o'qilishdan cheklangan ismlar boshlanadi. Bu vaqtda musannif mundaq deydi. Ve zaida fa'lana fi wasfin salim min ay yura bi ta'i ta'nisin khutim. Fa'lanning ikki dani ziyoda bo'lg'uchisi muannasning ta'si bilan tamamlangan holatda kurlashdan salomat qolgan sifatda g'ayrimunsirif ismning turilishini chekladi. Yani ismning tanvin o'qilishini chekladi. Deydi. Misol zaida degan bechga mana'a degan filning fa'iliga hisoblanadi shuma. Shu fa'ili qatba.
Ama zaida pa'lan degan nima desa, shu ilifun nun zaidatan maqsad bo'ladi. Zaida pa'lan. Pa'lan ning ikki dani ziyoda o'qishdan gap. Pa'lanu pa'la vaznida kelgan sifat g'ayrimunsirib bo'ldi. Birinchi illati vasfiyat, yana bir illati pa'lan vaznida kelganlik. Yoki u elif nun zaidatan kelgan sifat bo'lganlik. Pa'lan vazni desak nayt asan. Chunki pa'landa elif bilan nun zaid. Chunki asli fa'ala bo'lg'achqa. Endi fi vasfindin maqsad ismul mushtaq maqsad qilinadi. Salimdin muannasning ta'siri bilan tamam bo'lgan holatda ko'rinishdan salomat qolgan sifatda mushtaqda pa'lanning ikki harfi ziyodasini chekli degan gap. Pa'lan vazni g'ayrimunsirib bo'ladi. Uning ayolligi pa'lanatun kamisa. Agar ayolligi pa'lanatun vazni bilan kelsa g'ayrimunsirib bo'lolmaydi demakchi biz. Endi ayolligi pa'lanatun vazni bilan kelib qolgan so'zlarmi bormi? Desa bor. Sayfanun sayfanatun rajulun tavil degan ma'noda sayfanun sayfanatun da bunda kelgan yerlari bor. Shunga bu yerda muannasning ta'siri bilan oxirlashgan bo'lsa, bu chaqda g'ayrimunsirib bo'lmaydi. Shu yerda g'azban g'ayrimunsirib, g'azbanu ayollikcho g'azba chiqadi. Atshanu atsha g'ayrimunsirib bo'ladi. İki illet. Birincisi nima? Vasfiyat, yana bir illetço elif nun zaidatan. Ama ayollıqı muannasning ta'siri bilan tamam bo'lgan bo'lsa, sayfanun o ayollıqı sayfanatun deb kelgan o'xshash g'ayrimunsirib bo'lmaydi. Endi lekin o bir illeti sıfat, bir illeti elifinin zaidatan dedik. Ama o sıfatlik mi çokum asli ulaş lazım. Sıfatliki asli oldu. Ama o bir illeti elifinin zaidatan ya da bir illeti vasfiyat olgun bilen onun sıfatliki asli olmayı, sıfatliki ariz olap kalsa gayrimunsir bulanmaydı. Mada sayfanun sayfanatun deb keldi. Rajulun sayfanun imraatun sayfanatun. İgiz ayol igiz deb keldi. G'ayrimunsir bilanmidi? Demişqa uning ayolligi tavlan kelib qolg'achqa. Endi ba'zi sifatlar bor. Bu masalan Safvan haza rajulun Safvan bu nayti qalbi qattiq degan bo'ldi. Bag'ri tash degan ma'noda rajulun Safvan. Ama rajulun Safvanu deb kelmi, rajulun Safvanun deb keldi. Nimişqa rajulun Safvanun deb keldi. Nimişqa g'ayrimunsir bo'lmaydi desa, chunki bergi Safvan sifat, zodi sifat ras. Ama g'ayrimunsir elifning zaidatan baliqmi ras. Anda o'z g'ayrimunsir bo'lib, rajulun Safvanu kasibdi o desak, unda kelmaydi. Nimişqa Safvandagi sifatlik asli emas. Çünkü bunun asli el-hajar el-emles. Sırık taş degan bir sırık bo'lgan bir taşni ko'rsatdi Qur'on. Bir taşni ko'rsatgan so'z bu asli taş degan ma'noda. Hozir bu taşdan bir qalbi qattiq degan bag'ri taş degan bir shu qasin degan bir sifatga yo'tkelgan bo'lg'achqa buning sifati aslilik bo'lmaganligi uchun shunga buni sifat bo'lolmadi deymiz. Ilifun zaidatan bo'lsa. Bu gap tuvandagi betda chiqadi. Demek bir isimning g'ayrimunsir bo'lish uchun bir illati vasfiyat, yana bir illati ilifning zaidatan bo'lgan bilan ilifning zaidatan bo'lsa-mu ayollikda takasi bo'lmadi. Ama ayollikda takami etgan atshan, g'adban o'xshash bo'lgan bilan lekin u sifati asliya bo'lmasa yana bo'lmadi, Safvan o'xshash. Bu vaqtda musannif bunday deydi. Wa wasfun asliyun wa waznu af'ala ممنوع تأنيس بتا كأشهلا وألغين عارض الوسبية كأربع وعارض الاسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وسبا سرابه منع وأجدل
ve ecdelun ve ahyalun ve ab'a mesrupetun ve kad yenel men'a. Endi bir sıfatı, bir illet, isminin gayrimansur buluş için bir illeti süper vesfiyet buluşlan birge, yeni bir illeti vezni pil buluş hakkı toxtulimiz. Musannif beytni mundaqdaydı. Avvalen beytnin tercihini köreli. Asli süfat buluş ve vezni pillik buluş ayallıqı təvilen ahırlaşmağan halette gayrimunsırıptır. asli süfat buluş ve ef'alu veznede buluş. Yani ayallıqı muannesinin təsi bilen, onun muannesinin təsi bilen ayallık kılınışı çeklengen halet dereydi. Memnu'a ta'nisi bita. Eşhel goxşaş, eşhelnin ayallıqı şahla çıkıdı. Ayallıqı təvilen muannes kılınışı çeklengen halette ef'alu vezni asli süfat buluşlan birge isimnin munsırı buluşunu çekledi deyimiz. Onda olsa bir isim gayri munsırı buluş için süfat, bir illeti süfat, yine bir illeti ilipinin zaidatan buluş o tüküde. Bir illeti asli süfat, yine bir illeti vezni pil buluş. Biz bunu üç kısım bilgen. Süfat, üç hilalette gayri munsırı buluşgen. Asli süfat buluş, ilipinin zaidatan buluş, asli süfat buluş. Ef'alu veznede kiliş, ayallıqı təvilen kəməsik. Ef'alu, ef'aletun kəsib olmaydı. Ef'alu, ef'aletun kəmisə, bu ef'alu vezni gayrimunsur bulalaydı. Ama ef'alu, ef'aletun kəsib bulanmaydı, erba' qoğulaş. Mesela erba'un, erba'atun, erba'atun. Ermelun, ermeletun deb kipqağaçqa, bu gayrimunsur bulanmaydı. وألغين عارض الوسبية كأربع وعارض الاسمية. Siz ألغين عارض vespiyelikni baka kılın erba koğuşaş, arizi boğan ismiyelikni baka kılın ernep koğuşaş. Ernep. Demek ألغين عارض الوسبية degan çoğu asli süfatlikni qata qilin ve şundaqla asli bo'lgan ismiyatlikni ham qata qilin. Bir söz asli isimken kin süfatlab qolgan bo'lsa, buni ism qatoriga kirgizib o'tamiz. Bir ism süfatken hozir ism bo'lib qolgan bo'lsa, buning asli süfatlikni qata qilamiz demakchi. Mesela arba' o'xshash. Arba' degan söz süfatmi, süfat emasmi deganda, hozir süfat Caat nisa'un erba'un degan. Caat nisa'un erba'un. 4 ayol keldi degan o'xshash. Biri süfat bo'ldi, biri af'al vazni keldi. Anda o'zi g'ayrimunsir bo'lsa o'tdi. Caat nisa'un erba'u bo'lsa o'tdi. Lekin erba'un deyapti. Nimishqa? Buning ikki illati shart turadi. Biri ayolliqqa erba'atun deb ta'kid qildi. Bu bir, ikkinchi birisi buning süfati asli emas. Asli süfat emas. Buning süfati ariza. Süfati tariye bunun süfati. Yani süfati arize, süfati tariye deyişimiz. Çünkü erbe asli tayinlengende, isimga tayinlengen. Kim bu süfat? İşiltilgen. Şunu biz bir de arizel vesfiye degen gap. Süfati arizlikni baka qilin ki, bir söz bu babda süfati asli degen gapdan asli şu kelime tayinlengende süfatga tayinlengen buluş demekçi. Hem de arizetil ismiye ariz bo'lgan ismiyatlikni itibardan tashlang dedi. Endi asli süfat emas ism hozir süfat ulab qapti. Arizatil mushu asli süfatken lekin yengida ism bo'lib qolgan bo'lsa, masalan adhamga o'xshash. Adham asli süfat. Masalan kulrang deganni bildiradi. Kulrang deganni bildiradigan bir qorliq ba narsani ko'rsatadi. Kulrang deganni bildiradi adham süfat. Hazırki ma'nosi kishan, odamning putlariga sap qo'yadigan
ko'yzi kishan deymiz o. Şu qusab qo'yilgan turmalardaki şu narsani ko'rsatdi qayd ma'nosida. Chunki bu as adham masalan kishan bo'lgan adham bu aslida sifat qilib tayinlanganligi uchun g'ayrimunsib bilan urdi. Adhamu deymiz. Hozir kishan degan ma'noda kelsa-mu, yana buni ism bo'lib ketgan bo'lsa-mu, bu ismiyatligi buning ariza asli tayinlanganda sifatga tayinlangan so'z deb g'ayrimunsib qilaveramiz. Arba'ni asli tayinlanganda ismga tayinlangan so'z deb munsib qilaveramiz. Ajdal ve akhyal ve ab'a masrupa ve kad yenelna al-men'a dedi. Ajdal, akhyal, ab'ala masrupa. Munsiriptir, tenvin uqludur. Bazıda gayri munsirip mi buludur. Hem de ajdal bu hazır biz ajdal degen bu bir sakar manasida, yani qaçığı degen ma'noni bildirdi. Akhyal bir xil uçarlığını bildirdi. Aşı bir xil onun bir çikitba uçarlığını bildirdi. Ab'a yılan degen ma'noni bildirdi. Hamda bu asli isim bo'lganlikni qataga olib turib, aslidagi ismiyatlikni qataga olib turib, shuni masrufa munsirib bo'ladi. Va ba'zida g'ayrimunsirib bo'ladi. G'ayrimunsirib qilganlarni barligimiz chunki ajdaldan nima ma'nosini tushunib turib, ajdaldan biri af'al vaznida kelganligi bir illat bo'lsa, buningdan sifat qiyos qilinib, ajdaldan buningdan quvvat degan ma'noni, axyaldan xiyol qilish, xiyolchan degan bir ma'no, ab'adin paskina degan bir sifatni qiyos qilib turib, g'ayrimunsirib qilganlarmi ham bor. Demek evvel veznede kelgan isim birincisi vasfiyat, ikincisi evvel veznine kiliş oldu. Ama evvel veznede kelgan isim gayrimunsib bo'lish uchun uning birinchi sharti 22 qudumush gaplar. Ayollıqı ta'ning g'ayrulan muannasi bo'lsin. Masalan, af'alu fa'la, ahmaru hamra deganga o'xshash. İkinci birisi onun sifatliki asli bo'lsin. Mesela ahsan, ajmal, abyaz degan so'zlar sifat asliya. Mesela la farqi bayna aswad va abyaz illa bit taqwa. Qartallik bilan aqtallik o'tirsa farq yo'q, faqat taqvolik bilan farq bor degan o'sha bayna aswadin kamida demişdi. Agar o sifatning muannisi tavlan bo'lib qolsa, g'ayrimunsib bo'lmaydi dedik, armal muannisi armalatun kib qolgan bo'g'achqa. Endi o mesela af'al vazni keldi bir söz. Bir söz af'al vazni keldi, hem sifat bo'lib ishildi. Haza rajulun arnabu. Haza rajulun arnabun. Bu qo'rqinchoq degan bo'ldi. Lekin arnab hozir qo'rqinchoq jaban degan qo'rqinchoq degan bir ma'noda ishlatilgan bo'lsa-mu, asli tayinlanganda bu ismga to'shqan degan bir ismga tayinlangan so'z bo'lganligi uchun asli hal ismiyatlikni qataga oldik, arizi bo'lgan sifatlikni qataga olmadik. Shu bu ham munsarif bo'lib kelaverdi. Ama arba'da bayan mı dedim? Arba'da hem asli tayinlanganda-mu nim bo'lganligi uchun bu ismga tayinlangan so'z bo'lganligi uchun ve ayolliqi arba'atun deb kelganligi uchun shunga arba munsarif bo'ladi. Endi muşu bir illeti vasfiyat bulup, yeni bir illeti adla bulup, gayrimunsib butqan isimlarga keldik. Bu vaqtda musannif bunday deydi. Ve men'u adlin ma'a vasfin mu'tabar fi labzi masna ve sulasi ve ukhar. Ve veznu masna ve sulasi kahuma min wahidin li arba'in fel yu'lama. Bir isim vasfı buluşlan birge onun adli bo'lganligining
yani bir vasfi bo'lmoqlik bilan birga bir ismning atli bo'lganligining atli bo'lgan ismning g'ayri munsirib bo'lishi e'tibor qilinadi masna sulas va uxar labzida. Demak ism vasfi bir sifati vasfiya asli sifat bo'lmoqlik bilan birga u ismda atli bo'lgan bo'lsa u ism g'ayri munsirib bo'ldi. Shu vasfiyat bilan birga atlining g'ayri munsirib bo'lishi e'tibor qilindi. Bu yerdagi atlidan maqsad fual vazni, sifat ulash bilan birga fual vazni kelgan sifat, maf'al vazni kelgan sifat, fual vazni kelgan sifat. Endi bu yerdagi atla deyishimiz uchun masna va uxar edik. Masnadin maf'al vazni, sulasdan fual vazni, uxardan fual vazni maqsad qilinadi. Endi atli degan nima degan haqida to'xtalish lozim kiradi. Atli bir ismni labzi holatidan yana bir holatga bir ismni yo'tkash. Asli ma'nosi qalmoqlik bilan birga. Asli ma'nosi qilish bilan birga bir xil labzi holatdan yana bir xil labzi holatiga yo'tkigan bo'lsa, buni bu atli bo'ladi. Masalan, masna desak, asli jaa isnan ikkidan keldi yoki jaat tullab masna desak o'quvchilar ikkilab keldirgan bo'ldi. Jaa rajulun ikkidan keldi. Jaat tullab maslas salasa uchdan keldigan bilamdi. Masna isnaynidan yo'tkalgan. Takror o'qilgan isnayndan. Sulas salasa degan so'zdan yo'tkalgan bo'ladi. Uxar bu uxraning ko'pligidan yo'tkalgan bo'ldi. Oxirning ko'p ayollig'i uxra uning jamisidan endi asli uxarga yo'tkalgan. Asli uxraning ko'pligi uxroyat chiqsa bo'ldi. Bunda chiqmay uxarga atli qilingan. Yoki biz buni uxarni uxraninki ko'pligi dedik. Oxirning ma'nosi uxra. Ya'ni bu oxir deb ismi tabzil kasim butdi deb buningdan qargan qarashim bo'ldi. Masalan, ismi tabzil ilif lamdan va izofatdan ajrgan chaqda af'al vazndan kelgan ekan oxir nisal masalan jaa nisaun uxaru deb keldim yani. Asa jaa nisaun oxiru deb kelsa bo'ldi. Deb masalan shu ayol oxirdan yo'tkalgan deydigan qarashmi bor va shunda uxroyatdan yo'tkalgan deb qarasaqmi bo'ladi. Endi adli degan gapdan cho'qim ma'dulun anhusu bo'lish lozim keladi. Bir so'zdan yo'tkilish uchun cho'qim u yana bir narsadan yo'tkalgan bo'lish kerak. Yo'tkilingan narsa masna'u isnayndan salasdan yo'tkalgan bo'lsa, bu ma'dulun anhusi yoki atla buningdagi atla haqiqiy, atla taqdiri deb ishga bo'linadi. Atla haqiqiy degan nima desa, atla haqiqiy degan ma'dulun anhusi aniq bilingani. Masna salasidan birin masalan masna isnayndan maslas salasidan marba arba'adan yo'tkalgan mavhad yoki uhad vahiddan nima qilingan yo'tkalgan deganga o'xshash haqiqiy bo'lsin bu. Yoki aqli taqdiri deymiz deydi. Aqli taqdiri degan desa masalan Umarga o'xshash. Umarning izlansak hech qanday buningki falani so'zdan yo'tkaldi degan bir qarashni topqilib olmaydi. Shunlashqa buni balkim amirdan nima qilgan bo'lishi mumkin, yo'tkalgan bo'lishi mumkin deb mo'ljallanadi, qiyos qilinadi. Shuning uchun aqli taqdiri deb ataladi. Ammo buni bundaq takallub japa tatqandan ko'ra fual vazni, maf'al vazni, fual vazni, maf'al vazni, fual vaznlari g'ayri munsirib bo'ladi, sifat ulash bilan birga deb bunda qarasak nati yengil bir oson hal qilinadigan bir masalaga aylanadi bu. Endi zade mavhad uhad masna suna
sulas, mesles, merbe, ruba deb kiradi ekan. Bu nada to'xtaydi desa, buningda har xil qarash bor. Kuchli qarash bu vazni birdan tatib 4 quchi bo'lgan sonlarda shakllanadi desa, yana bir biliklimala 10 birdan tatib 10 quchi bo'lgan sonlardan shakllanadi. Masalan, mahmas xumas, masdas sudas, masba suba, masman suman, matsa tusa, ma'shar ushar deb shunday keladi deb qaralgan. Shunga masna va sulas vaznlari u har ikkilisi mush birdan 4 quchi bo'lgan sonlarda hasıl buludu, bunu bilivelim, işte sebebi şu. Mana bu isimlarınki süpet bir illeti süpet bulup ilipinin zaydatan kiliş süpet bulup adlı buluş süpet bulup eb'elu Eb'elu pu'la veznini kiliş. Eb'elu veznini kiliş. Eb'elu veznini kiliş. Endi navbatda ko'makchi o'g'limiz bir illat bilan g'ayri munsirib bitgan ism bor. Uning birisi sig'i muntahal jumu degan mushaqda to'xtalamiz. Va kun li jam'in mushbihin mafa'ila awil mafa'ila biman in kapila wa za'tilalin minhu kal jawari rab'an wa jarran ajrihi kasari. Musannif deydi ki siz mefa'ilga yoki mefa'ilga o'xshag'uchi bo'lgan jam'ilarni g'ayrimunsib jam'ilarning g'ayrimunsib bo'lishini buningga kepil bulan yoki bundaq deganda kapilni qoim ma'nosida tarjima qilgan vaqtimizda mefa'il yoki mefa'ilga o'xshagan jam'ilarning g'ayrimunsib qilg'uchi bilan shunday qismlarni tannun o'qilmayotgan qiling deydi. Endi bu mafa'il yoki mafa'ilga o'xshatgan sig'i muntahal jumu bo'lgan bu jamiladan illat egisini oxir qarib illat egisi bo'lganlarni rab javariga o'xshash rab'a va jarlik holatda boshqalish va egilish holatda uni sariga o'xshash muomala qiling. Bunundan chiqadi sig'i muntahal jumu. Endi sig'i muntahal jumu desa kullu jami taksir ba'da alif taksiri harfan aw salasa huruf aw satuhu sakin dedi. Elif jamu taksirining elifidan keyin ikki harf kelgan ya o'tirish qilib 3 harf kelgan jamu taksirini sig'i muntahal jumu deymiz dedik. Endi shu sig'i muntahal jumu ikki qismga bo'linadi. Bu biri sig'i muntahal jumu sahihul akhir ve mu'tallil ahir. Ahiri harf sahih bo'lgan sig'i muntahal jumu formulasi kelgan ism, ahiri harf illat bo'lgan sig'i muntahal jumu vazni kelgan ismdan iborat ikki qismga bo'lindi. Endi u ahirda ilifdan keyin 3 harf kelgan, 3 harfning o'rtadagi harf sakin bo'lsin dedik. Masalan, masabih o'xshash, asapir o'xshash yoki ikki harf bo'lsin butu masajid o'xshash, aqarib o'xshash. Ammo chuqum min bilan boshlanishi shart emas. Masabi deb. Ilib bilan boshlansin butu ahadis deganga o'xshash, aqarib deganga o'xshash. Ayni bilan boshlansin butu asapir deganga o'xshash. Shunga u 7 xil vazna deyishimizning sababi shu. Demak, sig'i muntahal jumu ikki turgi bilan de sahih ismun sahih ma axiruhu harf sahih. Ma kana ismun sahih sahih ismun sahihun ismun mu'tallun. Ismun sahih degan nima edi? Sahih ism degan ma kana axiruhu harf sahih. Ismun mu'tal ma kana axiruhu harf illa bo'lganini ko'rsatib turibdi. Endi mushu oxiri mu'tal bo'lganichu desa oxiri mu'tal bo'lgani mushu oxirida tashdid oxirining oldin mushu ismi mu'tal uning oxirida yaun lazima g'ayr mushaddada ma qablaha kasr. Oldi kasri o'qilguchi tashdid o'qilmagan asli bo'lgan yaun lazima deb kelgani yaun lazima yaun asliya g'ayr zaida degan ma'noda. Masalan,
Davain o'xshash. Davain odatda da'iyatunning ko'pligi. Savanin saniyatunning ko'pligi. Davain desak, haula'i davain deb qo'yamiz. Haula'i davain marartu bi davain ra'aytu dava'iyah. Sarınga o'xshash hukm qiling dedi. Sari deganga o'xshaydi. Sari degan ism manqus. Masalan, haza sarin marartu bi sarin ra'aytu sariyan deydi. Sari ism manqusga o'xshash. Ya'ni bunda demakchi bo'lg'ini, buning bosh kelish holatida asa qanday bo'lish kerak desa, haula'i dawa'iyu. Haula'i dawa'iyu. Marartu bi dawa'iya. يعني مررت بدواعي غير منصرف بغاني صيغ منتهى الجمل كان جميع غير منصرف بتو هؤلاء دواعي مررت بدواعي رأيت دواعي ولشكرته أمدي بيادة جرلك حالته ده و رپیlik حالته ده آخرki ya taşınıdı takbib cihetten taşınıdı ya da hareket yani taşınıdı anda o dava indiki tenvini evaz minel harb Hariptin ivaz ilingan tenvini. Biz bayan dedik. Davainne gayri munsırıp desek, cavarinne gayri munsırıp desek, gavaşinne gayri munsırıp desek, anda da layalinne gayri munsırıp desek, gayri munsırıp degen, gayri munevven degen butu, tenvin okulmaydı degen tusak, endi kuba bunu gayri munsırıp dep durup in tenvin okusak, bu kandak mesele degen vaktimizde, bunundaki tenvini ivaz minel harip. Davai'di ki, ya taşlangan, takbibnin cihetinden taşlangan yadın tenvin ivazilingan. Gavaşindeki mi oşuna okşaş. Mesela layalindeki asıl layali. Layali boğaçka, bu layali kegaçka takbibnin cihetinden ya taşlanıp yadın tenvin ivazilingan. Şu tenvini ivaz minas tenvini ivaz minel harib buludu. Biz bir yerde gayri munsırıp tenvin okunmaydı degende qaysi tenvini temekkünne demekçidik. Tenvini temekküne emken otkan tenvini demekçidik. Biz tenvinni beşki bölgen tenvini temkin, yoki tenvini temekkün, ikkinchisi tenvini tenkir, tenvini muqobila, tenvini ivaz, tenvini tarannum deb bilgan. Tenvini ivaz üçkü bilengen, tenvini ivaz minel cümle, tenvini ivaz minel isim, tenvini ivaz minel harib. Bunun şirki tenvini ivaz minel harib deb qaraymiz. Ama nesbilik halette ya ispalınudu o vaqtda takbib qilmaymiz. Çünkü yağa hareketlerinin iğrisi zammi bilen kesir. Ama hareketlerinin en yangilisi zibereket boğaçka layaliye deb keliyordu. Mesela siru fiha layaliye deb kelgan. Layaliye. Ama vel fecr ve layalin aşr deb layalinde tanınıp kelgan. Asıl layali gayri munsırıp bo'lmasa layaliyin kitgan, gayri munsırıp bo'lgandan keyin boshqacha kitgan ahvol bo'ldi. Hamdi yine musannif deydi, muşu gayri munsırıpqa, siği muntahal cumuqqa o'xshab qolgan ismlimi gayri munsırıp buludu dedik. Hamdi bayan dedik, muşu siği muntahal cumuq vazida kelgan ismlarning oxiri harfillat va ism mu'tal bo'lsa, uning rab'i va jarlik holatda oxirdagi ya tashlanib, ya oxirgi harfillat tashlanib taşlangan harfi illetin tenvin ivaz elindi. O tenvin yerdeki tenvini sarf emas, tenvini ivaz minel harf dedik. Endi muşu siği muntahal cumuqqa o'xshab ketgan ismlarmi gayri munsirib bo'ladi. Siği muntahal cumuqqa o'xshab ketgan ismlar gayri munsirib bo'ladi. Siği muntahal cumuqqa o'xshab ketgan ism deganimiz o ya muşu o'xshab ketishdan maqsad ya 5 harflik ism ya 6 harflik isim bulup keladi. Mesela biz bunun nurgunlarını kürümüz. Mesela hazır şunun qatarından saravil labzi. Bu haqda musannif bundaq deydi. Li saravil bihazel cem'
şebahun iqtaza umumel men'i ve in bihi summiya ev bima lahik bihi pensirafu men'uhu yahik. Saravil üçün muşu gayrimunsur buluşunun umumliqini taqazza qilgan bir şu Sigmund Jumuqqa o'xshib ketishi bor. Saravil gayrimunsur buludu, nimesh qarisa Sigmund Jumuqqa o'xshab ketganlikdan. Amaliyotda Saravil jami emas deydi nurg'ul. Ulamolar Saravil jami emas, lekin jamiga o'xshab qolganlikdan gayrimunsur buludu deb qaraydi. Şuna mushu Sigmund Jumuqqa o'xsh bo'lganligi uchun Saravil uchun mushu Sigmund Jumuqqa umumi şu gayrimunsub bo'lishning amliqini taqozo qilgan bir o'qish bor. Dedik, Sigmund Jumuqqa Saravil Sigmund Jumuqqa o'xshab qolganlikdan gayrimunsub bo'ladi demakchi. Agar mushu Sigmund Jumuq bilan bir odamga ism qo'yilsa, Sigmund Jumuq bir odamga alam qilinsa, yoki mushu Sigmund Jumuqqa o'xshab ketgan bir ism, mulhaq bo'lgan bir ism bir odamga alam qilinsa, bu ismning gayrimunsur bo'lishi yine haqliq, jami bo'lmasa. Demak, bu ishga baytdan chiqadigan maqsad andin Sigmund Jumuq demak mushu bir ism mafa'il yoki mafa'il yoki fa'il yoki fa'il mush Sigmund Jumuq vaznida kelgan ismning chuqum jam'i bo'lishi shart emas deganni ko'rib bo'ladi. Jam'i bo'lishi shart emas. Demak, Sigmund Jumuq bilan vazndash bo'lgan ismmi mushu shuni bilan vazndash bo'lgan mufrad ismmi g'ayrimunsub bo'la oladi. Meyli o şu Sigmund Jumuq bilan vaznda kelgan ism mufrad olsun meyli, jami olsun meyli, arabiy olsun meyli, g'ayri arabiy olsun meyli, alam murtajil olsun, alam manqul olsun, o'xshash. Masalan, Havazin desek, Havazin bu Arab qabilalaridan bir qabilaning ismi. Endi bu g'ayrimunsur bo'ldi Havazin, lekin bu Sigmund Jumuq emas, Sigmund Jumuqqa o'xshab qolgan deb qaraymiz. Chunki bir qabilaning ismi bo'lganligi uchun. Jalajil desak, u ma'ruf bo'lgan bir shaharning ismi bo'lganligi uchun g'ayrimunsur bo'ladi. Endi Saravil desa, Saravil bu bir shu ishton deganni bildiradi. Paris tilidagi bir ism bu. Endi bu Sigmund Jumuq hazihi Saravilu qasira deb kelganligi uchun bu ismni birlik ism deb qaragan. Shunga buni g'ayrimunsib deb qaraladi. Mushu Sigmund Jumuq vazniga o'xshab qolgan ismmi g'ayrimunsib bo'ladi demakchi. Mushlamizga mulhaq bo'lganlar. Bir odamga alam qilingan bo'lsa, masalan bir odam masajid degan so'z bir odamga alam qilingan bo'lsa, ja'a masajid, ra'aytu masajid, marartu bima. Ja'a masajidu, ra'aytu masajida, marartu bi masajida deb mundaq deymiz. Bu alam qilingan bo'lsa o'xshash bo'lib ketaveradi demakchi. Mana bu g'ayrimunsiblarningki ismlarning g'ayrimunsib bo'lish sabablaridan bir necha sababni so'zladik. Bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Keyingi darsimiz yana g'ayrimunsibning davomi bo'ladi. U davomi bir illati alam bo'lib, qolgan illatlari u yoki tarkibi imtizoji bo'ladigan, yoki ilpinun zoidatan bo'ladigan, yoki vazni pil bo'ladigan o'xshash 7 tur o'tirib qo'yiladi. Yuqorida biz bir ism 13 xil holatda g'ayrimunsib degan 6 xil holatini so'zlab bo'ldik. Endi navbatda 7 xil holatning boshlanishining birinchisi bilan boshlaymiz. Keyingi darsimizda ko'rishili va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.